Oldingdan oqqan suvda qadri yo'q deganlaridek, akkauntimda Voron full holatda, lekin men Faraonda o'ynagim kelib qoldi. Afsuski, akkauntimdagi Faraon atiga 3 level holatda, lekin xafa bo'lishga hali erta. Sababi o'yinga yangi X kostyum qo'shdi. Bugun mana shu X kostyumni open case qilib, monetkalar yiqqan holatda Faraonimizni holatga keltiramiz. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Voronni gliderini oldik. Voy, gap yo'q. Voy, malades. Voy, mifik atiga 50 ta tanga bo'ladimi? Voy, yana bitta glider, yana 2 ta emotsiya. Okey, 10 talik. Yaxshi, sumka o'zi menda bor edi, zarar qilmaydi. 12 sumka 360 ta tangaga aylandi. Yana 10 talik ketdi. Yana sumka. Voy! Faraonni o'zi tushdi. Qanday Faraon? Voronni o'zi tushdi, gap yo'q. 10x dalshi bosamiz, yana 10 talik. Yana X kostyum, хорошо, gap yo'q. Hozir endi bu tarafdan 1000 ta tangani shunday qilsak, setib olsak bo'ladi. X kostyumimiz 1000 ta tangaga aylanadi. Faraonimizni 4 level holatga olib chiqamiz. Qani ketdi. Va nihoyat Faraonimiz 4 level. Bosamiz, ketdi. Faraonimiz 5 level holatda. Mana ko'rdinglar do'stlar, Faraonimizni 6 level holatga olib chiqa olmadik. Lekin akkauntimizda 2800 tadan ko'proq tanga ortib qoldi. Kelinglar, mana shu tangalar uvol bo'lmasligi uchun oranglardan 2 kishiga Voron podarka qilaman. Yutib olish shartlari juda ham oddiy. Videoga bir dona like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar va kommentariyaga 2 ta Voron yo'q do'stinglarni atmetga qilib ketasizlar. G'oliblarni esa profil biosida turgan Telegram kanalimda aniqlayman.